Lekin Alloh subhanahu va taolo sizni haqda gapirishlikka buyurgandan keyin, haqqa amal qilasan, da'vat qilasan, yashaysan degandan keyin siz bunga labbayk deganingizdan keyin Alloh taolo sizni imtihon qiladi. Qani muxlismisiz? Allohga tavakkul qilasizmi? Yoki shu Allohning dushmani bo'lgan yahudlardan qo'rqib, nasroniylardan qo'rqib, Amerikadan qo'rqib, Rusdan qo'rqib yoki ularning malaylardan qo'rqib Allohdek zotning yo'lini tark qilasizmi? Allohdek zotning xizmatini tark qilasizmi? Qur'onda aytilib turgan mana bunday muqaddas muborak qiyomatgacha bu haqligi isbot qilinadigan, baribir haqligi g'olib bo'ladigan narsani tark qilasizmi? Alloh taolo sizni imtihon qiladi. Albatta aqlli inson, qalbida iymoni bor inson hech qachon bu yo'lda tark qilmaydi. Mo'minning yo'li ma'lum. Ya mana shu yo'lda istiqomat qilasiz, qachon o'lim kelsa, dushman sizga zarar berib, suyuqas qilib, sizni otib o'ldirib, portlatgan taqdirda shahid bo'lasiz. Yoki bo'lmasam Alloh taolo ularni butun sharriga kifoya qiladi va sizga Alloh subhanahu va taolo buyuk xizmatlarni nasib qiladi. Mo'minning hayoti ikkita yo'ldan iboratdir. Yo izzat bilan shahid bo'lasiz yoki izzat bilan yashaysiz. Boshqasi yo'q. Xor bo'lishlik, xorlikni qabul qilishlik, ulardan qo'rqishlik, ulardan qo'rqib bu yo'lda tark qilishlik, da'vatni tark qilishlik mumkin emas. Mo'minga yarashmaydigan narsa. Islom tarixida hech qaysi mo'min buni qilgani yo'q. Hech qaysi payg'ambar qilgani yo'q. Hech qaysi xalifa bu xorlikni, zillatni qabul qilgani yo'q. Hech qaysi sahoba buni qabul qilgani yo'q.